Assalomu alaykum Karvil kompaniyasining qadrli obunachilari. Ko'pchilik mijozlarimiz Farxatskiyda yangi do'konimizdan adresini so'rashgan edi. Hozir men sizlarga tushuntirib beraman. Bu yoq tarafimizda eski Farxatskiy bozoridan o'tishinglar bilan Skop Small oldidan parkovkaga kirib kelishimiz bo'ladi. Chap qo'ldan sanaysizlar. 3-eshigimizdan kiraverishni ko'rsatamiz. Mana shu Skop Small 3-eshigidan to'g'riga kirib kelishinglar bilan birinchi qayrish, birinchi qator boshlanish keladi. Unga qayrilmaysizlar. Undan keyingi qatorga o'tishinglar bilan chap qo'ldek, uglovoydek do'konimiz bo'ladi, okalar. Okey, 203-do'konga kirib kelishinglar bilan sizlarni shunaqa atmosfera kutib oladi. Bu yerda Karvil kompaniyasiga tegishli har bitta zapchasimizni topsanglar va garantiya asosida bemalol xarid qilib ketsanglar bo'ladi. Endi sizlarga do'konni obzorini bitta ko'rsatamiz. Do'kondan bemalol Karvil kompaniyasining zapchaslaridan tashqari boshqa har xil turdagi brendlarni zapchaslarini topsanglar bo'ladi. Xullas kalom kelasizlar, ishinglarni shu yerda hal qilib ketasizlar. Karvil yuqori sifat va ishonch.